siz Qosimning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qanday ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qanday? Har qaysing bu yerga onangni ergi bagil kelishdingmi? Seyit begi menga egichi singlimni opirib solibdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qilib? Unda qilma. Vay shimg'ina va og'zingni bir tepma beka. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bechora nafasdan qopdi. Kelmaysin. Bu joyda qolasizlar. Unda qilmanglar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 20-qism. Ular kirganda tarlab ketganidan ozroq cho'lg'an o'rimchoshlari o'l bo'lib, peshonasiga choplashib ketgan Zivarnisa yenik pushildab uyquga ketgan edi. Biri cho'ng, biri kichikroq tug'ilgan ikki buvoq, ikki tarafida birdan yotqizib qo'yilgan bo'lib, ching zakalab qo'yilgan edi. Ular ko'zlarini ochib, og'izlarini har qismi qilib, yeri tilini chiqarib xuddi imiman davatgandek qo'yilinib yotadi. Shahzodam xonim bilan Seyitboy shab chiqamaslikqa tirishib, Zivarnisa yotgan kot supining qirida ostag'ina o'ltirdi. Balalarga zo'q kelgan Shahzodam xonim qo'liga yaqinroq yotqizib qo'yilgan kichikroq tug'ilgan navrisini qo'liga ilib, uning og'zini o'mallab har qismi qilishlarga to'ymay qaradi va peshonasiga suyib nimalarnidir picharladi. Seyitboy Zivarnisaning u tarafidagi bolani ko'tirish uchun apilishayotganda Zivarnisa uyg'onib ketdi va yanada o'ltirgan qiynonasini ko'rib, o'ng'aysizlanib o'rnidan turishga tamshaldi. Bo'ldi, qo'zg'almang bolam, uzilib qolasiz. Bir o'limdan eshib, ikki jonni dunyoga ko'z ochqizdingiz. Ajringizning rahmati ziyoda bo'lib, o'zingizga yonsin jonim qizim. Muborak bo'lsin. Shahzodam xonim shundaqda Zivarnisaning mo'risidan yengil besib yetivilishga da'vat qildi. Qiynonasining bu chiroyli tilaklarini anglagan Zivarnisaning ko'zlariga g'illati yosh keldi. U levini bo'shqini tishlab, qiynonasiga qarab pising'idi kuldi. O'zi ikki qitimliq tug'utni beshidan o'tkazib, bir emas ikki qitim jinini olg'onga ep qo'yib, ikki cho'ng navrisini tug'ib bergandimi, qiynonasi bundoq gaplarni qilib boqmagan Qambarnisa xonimning ko'ngli izoh tortdi. Nafsi bo'g'ilib, dimig'i echdi. Bu hol uning ko'ngliga kelgan edi. Na Seyitboy, na Shahzodam xonim uning kayfiyatidagi, chiroyidagi o'zgarishga aslo diqqat qilmadi. Yetti kun bo'lganda qiz buvoqning ismi Shahzodam xonimning ismiga yaqin qilib Shodiya deb qo'yildi. O'g'il buvoqqa Seyitboyning dadasining ismi qo'yilib, Mamtimanbek bo'lib ketdi. Zivarnisaning tug'ut ma'rakasi shunchalik katta o'tkazildiki, go'sht besib polodimlash, sho'rb qilishlar uda 3 kungacha davomlashib, eg'izi oshqa tegmagan yurt otlab kelgan devonalar, hatto uchar qanotlarmi qolmadi. Seyitboy bilan Shahzodam xonim Zivarnisani oltin kumush, tovar durdun, unch marvoyit va chiroyli oyoq o'tiklar bilan ko'mivatdi. Buningga qanoat qilmay, texi quchoqdagi o'g'il bolaning nomida xat imzolab, 50 mo yer bilan qo'riqning sirtidagi ijaraga berilayotgan bir yurish uyini shu bolaning mangulik mulki qildi. Texi iyig'ima to'shmagan zibu zinnatning nimaligini, qandoq taqoshnimi bilmaydigan bu qizig'imi bir muncha oltin kumush zinnat buyumlarini hadiya qildi. Bularni ko'rib Qambarnisa xonimning dili yana bir qaytim chegildi.
o'zimi o'xshashla Seyitboydan bir qiz, bir o'g'il bolani dunyoga ko'z ochqizib, bu oilada hamma ishni o'ndisiga chiqib, Seyitboy bilan Shahzodam xonimning qo'liga qo'l, putuga put bo'lib kelayotgan bu yillar mobaynida o'ziga qilingan barliq hadiyalarni, tug'ut ko'riklarni yig'simi bir zivarniso qilingan hadiyalarga tang bo'lmaydi. Tega Qambarniso ikkinchi xotin, Zivarniso bo'lsa uchinchisi. Oytura xonim ketgandan beri bu uyda cho'ng xotinlik o'rni Qambarniso xonimning bo'ldi. Shundoq bo'lganda Zivarniso uning ostidagi bir to'qal. Shundoq turib, yana shundoq turib, endi bu nima hol? Bu nima ish? Nima bo'g'iniga Zivarniso shuncha e'tiborlanib, hammasining beshida ko'tariladi ekan-u. Nima bo'g'iniga bu e'tiborlanish, bu imtiyozda Qambarniso xonimning haqqi yo'q ekan. Qambarniso xonim qiz yangiganda ikki tuyoq qo'y so'yib, al mahalli bilanlab bir kun marika qilib, ikki yurish oltin jabdoq, bir yurish kumush zibi zinnat, uch qo'r kiyim va bir dona qishliq o'tik bilan ish tugagan. Ikkinchi yili o'g'lini tuqqandimi so'yilgan qo'yga yana bir son qo'shilib, kolidan bir tuyoq bo'g'izlangan. Egin oyog'lar, zinnat buyumlarimi oldingi yildagidan farqsizli bo'lgan. Shularni Qambarniso xonim yelag'icha oyab, yamab kiyib, bozilib ketami, yutib ketami deb avaylab, taqig'ili ko'z qiymay sanduqda saqlayotmamdi. Ammo hozir shu topda Zivarnisoga qilingan hadiyalarni Zivarniso har kuni ammay taqab, kunda to'yga bordigandek yasinib yursimi, bir umr ishlatishga yetidi. Osmon zamin farqlanadigan bu muomala sodi nima vajidan? Qambarniso xonimning bu uydagi o'rni xirisga duch keldimi? Acaba Zivarniso qo'shkizak bola tug'ib bergani uchun hammani ilkiga ilib, bu uydagilarning mangulik e'tiborligi bo'lib ketamdi. Yo'q. Qambarniso xonimning ishida bir yerlar ko'yishdi. Nafsi izot otib, ilgirki roishligi, ishkuyarligining o'rnini g'azab aralashgan norozilik tuyg'usi egalladi. Garchi qiynonisi va baqqan onasi Shahzodam xonim onunğa atab nəçqur zərdurdun üstüvaş tikdirib berib, bir yürüş oltin jobduq hadiya qilgan bo'lsimi. Yana gerçi Seyitboymi onun bu yillarda mushu uyini, bolalarni deb chekkan jafolarini tilga ilib, xeyli ta'sirlik so'zlarni qilgan. Va shaklini o'zi teri qog'oz yuziga sizib berib, zargarga loyiha altib, atoydan buyurtib yasatgan yoqut ko'zlik, 3 qavatlik oy g'onzirini o'z qo'li bilan uning qo'liga taqab qo'ygan bo'lsimi. Bular Qambarniso xonimning nazarida Zivarnisoga qilingan izzatlanish, e'tiborlanish oldida faqat daryodan tomchi bo'la oladi xolos. Shuningdan boshlab oilaning normalligi buzildi. Qambarniso xonim burunqi Qambarniso xonim bo'lmag'ili turdi. Hadisi ochiqlanib, yo'qolgan ishlar uchun chechilib, ba'zida avliyoda cho'ng ko'rdigan Seyitboyga muqobiqani turib, bolalarni xohlagancha silkishlab, tex Zivarniso ming jon bilan qo'daydigan Abbosqimi zaharni sanchib turdigan. Jedallari bara-bara ko'payib, hech kimdan yig'may takallashadigan. Kichikkina xatoligi yoki bexaslik uchunmi bo'ldi deguchi hisob elib, xizmatkorlarga qattiq tegadigan. Ba'zida shuningdimi ochchig'i chiqmay, o'zi qo'yilinib buqildab yig'lab ketadigan. Ko'llab hech nima yemay, hech qilmay yetibli uxlaydigan qiliqlarni chiqarib oldi. Uningdagi bu o'zgarishlarni eng dastlabki qiynonasi Shahzodam xonim bayqidi va ko'ngli g'ash bo'ldi. Bu chechan ayol Qambarniso xonimga xeyli bir mazgil diqqat qilgandan keyin masalaning tugini aslida Zivarnisoga bog'liqlik ekanligini yakunlab chiqdi. Kichigidan tortib o'zining oldida cho'ng bo'lgan, qo'zidan yuvosh, shunchalik itoatman, tirishjon, ishjon, xushpiyil, xushmijazlik bu kelinining ichi torliq, hasadxo'rlik, qizg'onchiqlik sababidan mo'shundoq bo'lib qolganligini his qilgandan keyin masalani o'zidan va o'g'lidan izladi.
Bir kuni u Seyitboyni yanada o'ltirg'izib, uy ishidagi o'zgarishlar va bu ishlarni hal qilish masalasi haqida tafsiliy kengashdi. Seyitboymi onasining gaplarini hayronlik ilkida qiziqib angladi. Uning goh qo'shimiz turlatdi, goh kulib ketadi. Yana ba'zida turibli xiyolga cho'katdi. Aytura xonimning ishida Seyitboyning burniga xeli obdalli suv kirgan bo'lib, ayol kishiga yetarlik mehr muhabbat va kuyinish bo'lmasa, uning o'ziga o'xshamay qoladiganligini, o'zgarib ketadiganligini, hamda bu o'zgarishning to'liq qo'rqinchli bo'ladiganligini u allaqachon tushunib yetib bo'lgan edi. Kim o'zgarsa o'zgarsinki, Qambarnisa xonim hargiz o'zgarib ketmasin. Nima bo'lsa bo'lsinki, Aytura xonim menga yo'lda, u menga qolmasin. Qandaqli bo'lsin, hayotning umidsizlik qirg'oqlariga qarab menayotgan shu yillarda Seyitboyga ko'nglini bergan, uning sidilangan qalbiga malham bo'lgan, dardlik jarohatlarni sevgisi bilan amligan, yo'qolishga boshlagan muhabbat, turmush, to'y ishonchini qayta tiklagan ayol shu emasmi? Onasidan qolsa mehr muhabbatning nimaligini Seyitboyga u bildirgan. Dadisidan qolsa yor yo'lakning qandoq bo'ladiganligini u amaliy harakati orqali his qildirgan. Ussa chiye, ochsa neni, yoyrisa ayvon saroylari bo'lgan emasmi? Endi o kichikkina xatoligi, ozroqli safarlik tufaylidan Seyitboydan yuz o'rib ketsa, uning mush yoshqishi davron surib yoshig'ini ahonat bo'ladi. Butun ro'zg'oridan ayrilsinki, bu suyumli xotini xonumonining yerimiga aylangan mahbubisi uningdan hargiz ayrilmasin va Seyitboyni o'zidan ayrilishga majbur qilmasin. Seyitboy shularni o'yladi. Uning burun uchi ushoq tarlab, ko'zlari xiyolchan mo'landi. To'satilla pat yaqinda Aytura xonim iltifot qilgan eliq sajjiliklar qayt yuz berib qoladigandek. Al mahalla oldida yana bir qitim rasvo bo'lib, yig'ishtiruvog'siz ko'ngilsizlik petib qoladigandek tuyulib, saskinib o'rnidan turib ketdi. Shahzodam xonim o'g'liga ishonatdi. Uning ishlarni yaxshi bir taraf qila oladiganligiga, oilasini ilgirki holatiga qaytarib kela oladiganligiga va bu aqlli kelinning yana asliga qaytadiganligiga cho'nqur ishonatdi. Seyitboy onasining aytganlarini va bu haqdagi o'ylaganlarini ikkisi yolg'iz qolgan bir kuni Zivarnisoga so'zlab berdi. Zivarnisomi bu ishda haqiqatan tangsizlik bo'lib qolganligini, mushu uyga qadam bosqanidan tortib o'ziga kuyimchan hamshira, dilkash ocha, mehribon sirdosh bo'lib kelgan Qambarnisa xonimga yaqindan beri toza ko'ngil bo'lib ketanmaganligini, Qambarnisa xonim yolg'iz bahramon bo'lib kelayotgan erning va qaynonasining mehrining tangdan to'lisini o'zi tortib olgan turug'liq, shu bo'shliqning o'rnini o'z mehri bilan qisman bo'lsimi to'liqlashqa, uning yaxshiligini oz-ozdan bo'lsimi qaytarishga aqli yetmaganligini o'ylab xijolat bo'ldi. Umu Seyitboy bilan Shahzodam xonimning fikrini qo'lladi. Bu ishda tashabbuskor bo'lib, Qambarnisa xonimning ko'nglini oladiganligi haqida Seyitboyga va'da berdi. Atisidan boshlab hammaylan butun kuchi bilan Qambarnisa xonimga voydab, uning ranjigan ko'nglini aman topqizishga, ilgirki chiroyliq, yaqimliq, bahor optipidek illiq kulkisini asliga keltirishga va oilaga bo'lgan ishonchini ulg'aytirishga tirishdi. Har bir ishda uning fikrini elib, u qo'shilmaganning qancha ig'ir ziyon bo'lib ketsimi qilmaydigan. U ma'qul ko'rganni nemish bo'lishidan qat'iy nazar cho'qim oxirgacha davomlashtiradigan. Qambarnisa xonim dasturxonga kelmasa, bir piyolami choy ichilmaydigan holat shakllandi. Balalar hammasi uni oy onam deb, Zivarnisoni gul onam deb odatlandi. O'zi oy onam deb atalganda butun dunyoning xo'jisidek mag'rurlandi-yu,
Zivarnisa Gül onam deb chaqirilganda yuragidagi hasad yorlari studiyasi. Demakki, xuddi qo'g'in ichidan sezgandek, xuddi jarohat yerang bilan to'lgandek, kesal tekkan u qalb asliga qaytanmagan. Bu oiladagi barliq kishilarning tang ko'rsatgan tirishchanligi sirtdan qarmoqqa rostla unum bergandek qilgani bilan amaliyotda hech bir unumsiz turadi. Mana, ash-bash degucha bug'doy o'rmisi mazgili yetib keldi. Bu dal o'tgan yilqi yozda Qosim Polko'z Namancholiqning qimorxonasida uydagi besatlarni uttirib tugitib, oxiri navbat Zivarnisaga kelay deyotgan chog'lar edi. Ilgirma emas, keyinmi emas, toza qaynoq ish vaqtida kelgan nasbosqur bir bog'oqning kasofatiga ketdimi, aytovir bir to'yga berib kelgan bahona bilan mehribon ona Shahzodam xonimga kezik kesala tagdi. Shahzodam xonim mag'dursizlanib, ko'ngli aynib, chiroyi sarg'ayib, ishtahosi tutilib, goh qizib, goh sovib, bora-bora o'rin tutib yetib qoldi. Ko'rsatmagan tevib, qimmagan dora, ba'migan koshkaplar qolmadi. Biroq Shahzodam xonimning kesalida yaxshilanish bo'lmoqda yo'q. Kun siri ojizlab, o'ruqlab, bir tera bir ustixon bo'lib qoldi. Olmadak yuzlari so'lishib, ko'zlarining nuri xo'niklashib, kundan kunga o'ruqlab ketayotgan onasining holiga ichi serilib ketayotgan Seyitboy kechini kunduzga ulab uning holidan xabar oldi. U da har kuni ko'ngil qo'yib kutishlar, davolashlar davomlashyapti. Garchi natija yanada o'xshash bo'lsa-mu, umidlar uzilmaydiki, Seyitboyga onasi bo'lmasa, yana kelib sog'-salomat bo'lmasa, hargiz bo'lmaydi. Shahzodam xonim kesal tegib, ishkaptiga ulashganda, bu kesal Seyitboyg'imi yo'qdi. Umu boshda qizib, mag'dursizlanib, orqadan ko'ngli oynib, qayqilib, osh tomoqdan qoldi. Teviblar o'rik kezek deb ataydigan bu kasalning atrofdagilarga yo'qadiganligi boshda uqtirilgan ham oldini olish tadbirlarini qo'llanib, uy hujralarda yolpoz, yumg'oq sut ezib puruqini tortish, tozliq va qo'l yuyish, eg'iz chayqashlarda chuchuk bo'ya chiligan tuz suyi ishlatish, yotgan ko'rpalarni har kuni optob qisilish, Shahzodam xonim bilan Seyitboyni ayrim-ayrim uyda, bolalar va oiladagi boshqalar bilan amalba yaqin oraliqdan ko'rishtirmagan asosda davolash ilib berish chang tutildi. Har kim jinining boricha tirishdi. Alohida taklif qilingan teviblar bir yilda topadigan pulini bir oyda elish hisobiga o'zlarining dorixona, shifoxonalarni taqab qo'yib, mush uyda turib xizmat qildi. Zo'rxon Shahzodam xonimning yeniga qaytib kelib, butun kuchi bilan bu mehribon oq ko'ngil mo'mayning holidan yaxshi xabar oldi. Seyitboyning talabi bo'yicha bolalarning hammasi Gulsumga topshirilib, qo'riqning sirtidagi uy, ya'ni yangi tug'ilgan buvoq Mamtumin bagning nomiga tilxat qilib buyruq berilgan bir yurish uyga ko'chirildi. Bolalar tex sutdan ayrilmagan bo'g'achqa Zivarnisomi ular bilan birga turishga buyurilib, kesal asoratida qolgan bu uyga hozircha kelmay turishga buyurildi.